Oy, opoq qiz. Qarama sen, qarama. Девушка, bir minutga mumkinmi? Xo'sh. Kech soat 6dagi seansga ikkita biletim bordi. Marhamat qilsangiz. Etgan qursin. Qo'l noz qilmang, jon. Ko'zingizga qarab yurmaysizmi? Ay, ishing nima? Yaxshi qiz. Nyu. Endi ishing bormi? Yo'q. Bir nima deding shekilli? Hech nima deganim yo'q. Qanaqa odamsiz o'zi? O'zingiz urildiz-ku. Yo'lda turasizmi? Ijrat bo'lmasa. Kechirasiz. Xo'sh. Ismingiz? Josh. Nima edi? Bilasizmi, yana bir do'stim bo'lardi, jo'ra qo'l degan sizni o'shanga o'xshatib. Umar Alimisan? Xuddi o'zman. Jo'ra qo'l o'zingmisan? Ha, jo'ra qo'lman. Obbo seni. Yaxshimisan? Ya o'zgarib ketsan-ku. Zo'rg'a tanibman seni. Seni ham sirasiz tanish qiyin. Biroz o'zgaribsan, biroz menga tegma. Xo'sh. Mayli. Biroz vaqtim bor. Yur, shahar aylantiray. Mayli. Xo'sh, og'ayni ahvol qalay? O'qishlar, ishlar, hali ham o'qiyapsanmi? O'qiyotgandim. Tashadim. Bilasanmi? Endi bironta boshqa institutga kirsammikan degan o'yim yo'q emas. Qaysi biriga kirmoqchisan? Pardon? Kechirasan. Endi shoirlikkami yoki teatralnigami kirsammikan deb o'ylab turibman. Senda haligi qobiliyatdan bormi? Talant demoqchimisan? Ha. Ha? Talant to'lib. Masalan, kechlarda ashulani qiyib yuboraman. Qani endi gitara bo'lsa. Ey, mambo. Pali pa. Nima? Sen buni farqiga bormaysan. Nega qara? Kiyim kumayli, oting ham o'zgarib ketibdi. Nima edi haligi? Morjmi? Jorjmi? Jorj. Qizlar, yigitlar shunday deb chaqirishadi. Shunga odatlanib ketganman. Diqqat. Qimirlamang. Yaxshi. Shunaqa degan. Bunday bir qishloqlarga borayam demaysan. Ketganiga ancha bo'ldi-yu. 3-4 yil bo'lgandir-a? Roppa-rosa 4 yil bo'ldi. Qalay? Bizim amasha yaxshi yuribdimi? Yuribdilar. Bir borib ko'rish kerak. Ketsalar ham olayman. Ha, albatta. Ish ko'p. Bilasanmi? Shu 3-4 kunga borib kelaman degan niyatim yo'q emas. Yo'q.
Xo'sh, o'zing hali ham qishloqda yuribsanmi? Ha, qishloqdaman og'ayni. Hamma senga o'xshash shaharlik bo'lib ketaversa, paxtani kim ekadi? To'g'ri. Hali ham o'sha qoramoyga botib, traktorni patillatib yuribsanmi? Ha. Traktorchiman. Rostini ayt, zerikmaysanmi? Yo'q, hozircha zerikayotganim yo'q. Ha, o'zing bu yerda nima qilib yuribsan, ha? Kinoga ikkita bilet olgandim. Senga nasib qilgan ekan. Yur, opchi. Rahmat. Bileting boshqalarga nasib eta qolsin. Men shoshilyapman. Bir soatdan keyin jo'nab ketishim kerak. Ha, borasan-da o'sha qishlog'ingga. Yo'q, bu safar qishloqqa emas. Moskvaga. Mexanizatorlar silyotiga ketyapman. No. Hozir olayim. Bilasanmi, o'g'ayni? Senga bir maslahatim bor edi. U ana yerda ko'chmas sirk ochilgan. Iloji bo'lsa bir kirib, o'rgatilgan shorlarni bir tomosha qilsang. Xayr, o'g'ayni. Nima dedi? O'rgatilgan Jorj dedimi? Jorj bilan Morji farqi bormaydi-ya. Qishlaqi. Drevnya.